Assalomu alaykum, men uchun aziz bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar. Bugungi mavzuyimiz ham ozishlikka oid bo'ladi. Kommentariyalarda o'qiyapman, bir obunachimiz qayta semirish holati haqida gapiring, sabablari haqida gapiring debdi. Shu obunachimizni istagini yerda qoldirgim kelmadi. Bugungi mavzuyimiz qayta semirishni sabablari nima ekanligi va ozishlikdagi intizom haqida gaplashgan bo'lamiz. Agar siz ozishlikka qiziqadigan bo'lsangiz, men Doktor Ali 11-12 aprel kunlari bo'lib o'tadigan Sog'lom va chiroyli ozish nomli bepul vebinarimga sizlarni taklif qilaman. Vebinarda qatnashish uchun xabaringiz bor, sog'lom ozishlik bo'yicha Telegram kanalimiz bor. Uni havolasini kommentariya bilan opisaniyada qoldiraman. Bemalol shu silka orqali Telegram kanalimizga ulanib oling. Shu Telegram kanalimizda bepul webinar haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Ishoning, bepul webinarda sizlar uchun ozishlikka oid juda ham qimmatli, go'shtli ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'tib obuna bo'ling. Demak, videoyimizga qaytamiz. Ozishlikdagi intizom. Bu uzoq muddatli natijani asosiy omillaridan bittasi hisoblanadi. Ko'pchilik tez ozishga o'zini xayolini qaratadi. Ya'ni tezroq ozmoqchi bo'ladi. Lekin eng muhimi uzoq muddatli natija ekanligini bilmaydi. Uzoq muddatli natija uchun albatta intizom bo'lishligi shart. Nima qilamiz? Azizlar, daftar ruchkani olib, xotirjam o'tirib olinglar. Albatta, videomiz qiziqarli bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Obuna bo'lib olsanglar, bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga havola etamiz. Qarang, birinchi navbatda o'zingizga asosiy maqsadingizni qo'yib olishingiz kerak. Birinchi o'rinda maqsad qo'yamiz. Ozishlikdagi maqsad shunday bo'lsinki, siz daftar ruchkani olib yozishingiz kerak. Maqsad bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, deylik, aniq bo'lish kerak maqsad ham. Ya'ni bir oy davomida men 4 kilogramm ozaman. Ya'ni maqsadingiz ham real bo'lsin. Amalga oshishiga o'zingiz ham ishoning. Shu holatda masalan bir oyda 4-5 kilogrammga ozmoqchiman deb yozib qo'ying. Yozib qo'yish foyda beradi. Qarang, yozib qo'yganingizdan keyin ikkinchi qiladigan ishingiz bu maqsadlarni ham bo'laklarga bo'lib yuboring. Ya'ni bir oyda 4 kilogramm ozishim kerak. Buning uchun men bir haftada 1 kilogrammdan vazn yo'qotishim kerak. Bir kunda 500 kilokaloriya energiyani defitsit qilishim kerak. Ya'ni organizmga kirgan kilokaloriyaga nisbatan men 500 kilokaloriya kamroq iste'mol qilishim kerak. Tushuntira oldimmi? Ya'ni biz iste'mol qilgan kilokaloriyamizga nisbatan ko'proq kilokaloriya yoqishimiz kerak. Shundagina siz o'zingizni oldingizga qo'ygan aniq maqsadingizga erishasiz. Albatta maqsadni yozib qo'yish kerak va uni o'qib turish kerak. Nima uchun? Bu miyaga buyruq beradi. Miyaga yozilib qoladi-da, miyada doim aylanadi. Men ozishim kerak, sog'lom ozishim kerak, maqsadimga erishishim kerak degan narsani miyangizga beradi. Ikkinchi narsa sog'lom ovqatlanish strategiyasi. Ya'ni sog'lom ovqatlanishga o'tishingiz kerak. O'zingizga shunaqa sog'lom ovqatlanishda odatlarini odat tusiga, hayotingizni tarziga aylantirib olishingiz kerak. Ovqatlanish masalasi bunda asosiy ahamiyatga ega. Ya'ni biz ovqatlanishni tartibiga amal qilmaymiz.
ovqatlanishda tartib bo'lishi kerak. Ya'ni siz har kuni bir xil vaqtda ovqatlanishga o'rganishingiz kerak. Ertalabki nonushta ham, obed ham va kechki tushlik ham albatta o'z vaqtida bo'lishi kerak. Ya'ni bu disiplina, intizom degani bu. O'z vaqtida bo'lishi kerak. Endi bu bilan birgalikda jismoniy faollik ham oshirishingiz kerak asta-sekinlik bilan. Ya'ni jismoniy faollik bo'lmasa, ozishingiz qiyin bo'ladi. Siz oldingizga maqsad qilib qo'ydingiz, men bugun 1000 qadam yuraman. Va albatta chiqib shu 1000 qadamni yuring. Albatta yuring. Uyda yurgan qadamlaringiz bu ahamiyatsiz. Bundan tashqari hayolingizda maqsad qo'yib, shu maqsadga erishish uchun har kuni 1000 qadam yuring. Sekin asta bu 1000 qadamni 10.000 qadamga olib chiqishingiz zarur hisoblanadi. Uchinchi navbatda suv albatta. Suv balansi bo'lishi kerak. Ya'ni har kuni 2-3 litr suv ichish kerak. Biz aytganmiz suv mavzuyimizda har bir inson har bir kilogramm vazniga 30 ml suv ichishligi kerak. Siz 70 kilogramsiz, demak 30 ga ko'paytiramiz 2100 ml suv, ya'ni 2 litrdan ozgina ko'proq. Shuni ichishingiz kerak. Kimlarga mumkin emas? Kimlar bunga mustasno? Ya'ni buyrak va yurak kasalligi bor bemorlar suyuqlikni ko'p ichish mumkin emas bularga. Bularda millilitrini kamaytirishimiz mumkin. Ya'ni 15-20 millilitr har bir kilogramm vazniga bular suyuqlik ichadi. Suv asosiy ahamiyatga ega narsalardan bittasi. Uyquni tartibi bo'lishi kerak. Vaqtida uxlashingiz kerak. Ya'ni bir kunda 7-8 soat albatta sizda uyqu bo'lishi kerak. Uyqusizlik ochlik gormonining ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. Uxlamasangiz qorningiz ochadi, nimadir yegingiz keladi. Bizi oshqozonimiz ham dam olishga haqli. Oshqozonimiz dam olishligi uchun biz uxlashimizdan 4 soat oldin ovqatlanishni to'xtatishimiz shart. Buni to'xtatmasak, hammasi befoyda. Ya'ni oshqozoningiz siz uxlayapsiz, kechasi bilan ishlab chiqadi. Zarda bo'lasiz. Og'zingizga achchiq suv kelib beradi. Uxlaganda ham bo'lmaysiz. Shuning uchun albatta bu narsaga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Yana bir narsa shirinliklar va organizm uchun zarar yetkazadigan oziq-ovqat mahsulotlarini foydali bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga almashtirishimiz kerak. Bu qiyin, lekin ishonaman sizni qo'lingizdan keladi. Noto'g'ri bo'lgan fikrlarni miyamizdan chiqarib yuborishimiz kerak. Qanday fikrlar? Ya'ni biz tez ozishni xohlaymiz, tez natijaga erishishni xohlaymiz, lekin ming afsuski bu real emas. Biz uzoq yillar davomida ortiqcha vaznga ega bo'ldik. Endi uzoq muddatli natija bizga kerak bo'lsa, asta-sekinlik bilan organizmda adaptatsiya deydi, o'rgatib boramiz ozishlikka. Intizom bilan shu narsaga erishamiz. Ya'ni 4 kilogramdan vaznni yo'qotib boramiz oyiga, 4-5 kilogramdan. Bu organizm uchun sog'lom ozish bo'ladi va uzoq muddatli bo'ladi. Motivatsiyani tushirmaslik kerak. Keyingi navbatdagi bu muhim aspektlardan. Ya'ni motivatsiyani tushirmasligimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Ko'pchilik yozmang deydi, lekin yozish kerak. Ya'ni siz o'zingizni motivatsiyasi tushib ketmasligi uchun o'zingizni natijalaringizni o'zingiz ko'rishingiz kerak, o'zingiz quvonish kerak. Nima qilamiz buning uchun? Boshida ozishlikdan oldin yozib olganmiz, belimizni aylanasini, qo'limizni, sonimizni, hamma o'lchamlarni yozib olganmiz. Kilogrammimiz, bo'yimiz, hammasini yozib olganmiz. Hech bo'lmasa bir oyda bir marta shu natijalarni qayta o'lchashimiz kerak. Va ishoning, aytilgan natijalar, aytilgan narsalarni qilsanglar ozasizlar va bu natijalarni
ko'rganingizda ko'zingiz quvonadi. Bu sizga motivatsiya beradi. Motivatsiyani tushirib yubormaslik kerak. Eng asosiysi o'zingizga bironta sovg'a bering. Masalan, biron ko'zingiz quvondi, mana ko'ryapsiz, rasmlarga oling kerak bo'lsa, oldingi, keyingi holatingizni va har ovqat yegingiz kelib ketgan vaqtda bitta qarab qo'ying. Natija zo'r-ku, o'zgargansiz-ku. Qiyin bo'lgan, lekin o'zgargansiz. Shu natijalar sizga yana ham kuchli motivatsiya beradi. O'zingizga maqsad qo'ydingiz, maqsadga erishganingizdan keyin nimadir sovg'a, o'zingizga mukofot qiling. O'zingizga sovg'a bering. Nimadir. Bu sizni motivatsiyangizni oshiradi. Keyingi navbatda irodani mustahkamlash kerak. Irodani kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ruhiy o'zimizni ozishlikka tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Kurashishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun maxsus maqsadlar qo'ying, kichkina maqsadlar, intizomli maqsadlar qo'ying va bunga erishishga harakat qiling va erishing. Asabingiz buzilib qoldi, stressdasiz, ovqat yegingiz kelib qoldi, yugurib borib ovqatni oldiga bordingizda, undan ko'ra suv ichib oling. Qandaydir foydali bo'lgan, organizm uchun foydali bo'lgan narsa doim bo'lsin. Shuni yeb oling. O'zingizni olib qoching bunaqa holatlarda. Ishoning, foyda beradi. Bunaqa asabiylik, stress, psixologik zo'riqish paytida nima qilish kerak? Sayr qilish kerak. Chet elda yoga bilan shug'ullanishadi. Ko'zini yumib olib, ichki xotirjamlik. Zo'r narsa, lekin bizda kamdan kam odam bu narsa bilan shug'ullanadi. Sayr qiling. Suvni bo'yida sayr qiling, maza qilasiz. Ham yurgan bo'lasiz. Yurishlik bu juda zo'r, foydali narsa. Yurganingizdan keyin moddalar almashinuvi tezlashadi, metabolizm tezlashadi. Bu foydali siz uchun. Shuning uchun yurish, sayr qilish bu chuqur bir joyga qarab turib xayol qilish, bu meditatsiya. Ya'ni irodangizni mustahkam qiladi. Demak, ozishligimizda intizom muhim. Ya'ni biz uzoq natijani, uzoq muddatli natijalarni xohlayapmizmi? Demak, ozishlikdagi intizomga amal qilishligimiz kerak bo'ladi. Azizlar, eng go'shtli joyga yetib keldik. Qayta semirishni sabablari haqida gaplashamiz. Birinchi sababi juda ham haddan ziyod kaloriyalar cheklab olish. Ya'ni ko'pchilik dietologlarga boryapti-da, 800-1000 kilokaloriyali dietalarni o'zlariga tuzishib olyapti. Ya'ni dietologga zakaz qilishyapti, shunaqa dieta tuzib bering deb. Dietolog ham bilmayman, nutritsiologlar paydo bo'lib qolgan, tuz berishyapti. Insonlar organizm yashashi uchun, nafas olishi, yuragi urishi, barcha organizmda ichki a'zolarda faoliyati uchun ham energiya kerak. Kimlardadir bu energiya 1500 kilokaloriya. Siz 1000 qabul qilyapsiz, 500 defitsit, siz ozasiz, lekin kasal bo'lasiz. Buni qilish kerak emas. Ikkinchi narsa, bu o'zi moddalar almashinuvini ham sekinlashtirib yuboradi. Mana ikkinchi narsa moddalar almashinuvining sekinlashishi. Biz ozishlik jarayonida adaptatsiya degan narsa bor. Biz deylik 100 kilodan 80 kiloga tushdik. Organizm shu 80 kilolik paytingizda iste'mol qilayotgan ovqatlanishga, qilayotgan energiya sarfingizga moslashdi va o'zini tejash rejimiga o'tib oldi. Natijada siz qatib qoldingiz. Bu qayta semirishga olib keladi, ya'ni motivatsiyasi tushib ketdi, yana rejimni buzishni boshladingiz. Bu albatta motivatsiyangizni tushirib yuboradi. Jismoniy mashg'ulotlarni kamaytirib yuborish. Siz ozayotgan vaqtda sport bilan shug'ullanishni boshladingiz, motivatsiyangiz 1000. Sportga chiqyapsiz, tosh ko'taryapsiz, har xil og'ir mashg'ulotlarni, kardio mashg'ulotlarini qilyapsiz va zo'r vazn tashladingizda, endi sekin asta jismoniy faollikni to'xtatdingiz.
Yana ko'pchilik o'ylaydi, ozishlik vaqtinchalik narsa deb o'ylaydi. Ozib oldim, bo'ldi, men natijaga erishdim. 100 kilo edim, 70 bo'lishim kerak. 70 bo'ldim, yetadi menga deydi. Yo'q. Organizm endi yo'qotilgan zahiralarni qoplashga harakat qiladi. Siz eski odatlaringizga qaytib olasiz. Ovqatlanishni boshlaysiz yana. Ya'ni eski zahiralar birpasda yig'ilishni boshlaydi. Shuning uchun jismoniy faollik muhim. Ya'ni siz oziq oldingiz, sport bilan shug'ullandingiz, dieta qildingiz, intizom qildingiz, hamma yoq zo'r ketyapti, kilogrammingiz zo'r. Endi buni ushlab qolish uchun sportni tark etib yuborish kerak emas. Buni hayotingizni tarzi deb qabul qiling. Hayotingizni tarziga aylantiring, bo'ldi. Shundayligicha keting. 4-sabablardan biri gormonal o'zgarishlar. Ya'ni bizda ochlik va to'qlikka javob beruvchi gormonlar bor. Leptin va grelin deyiladi. Shu gormonlarning muvozanati buzilishi hisobiga ham siz qayta semirishligingiz mumkin. Ikkinchi navbatda insulinga sezuvchanlik pasayadi. Natijada bu ham sizda qandli diabet paydo bo'lishiga olib keladi yoki ochlik hissini paydo qiladi. Siz ko'proq ovqat yegisiz keladi. Kortizol gormonini buzilishi. Ya'ni bu sizda qorinda kortizol bu stress gormoni bilmaganlar uchun. Kortizol ortib ketishi natijasida bizda qornimiz atrofida zahira yog'lar yig'ilishni boshlaydi. Keyingi sabablardan biri bu psixologik omillar. Psixologik omillar shunaqaki, biz o'zimizni ozishga, tezroq natijaga erishishga harakat qilamizda, miyamizni shunga programma qilib olamiz. Uzoq muddatli dietalar, uzoq muddatli natija biz uchun qiziq bo'lmaydi. Bizga vaqtinchalik natija, ya'ni ozishlik bu vaqtinchalik jarayon degan fikr bo'ladi ko'pchilikda, bu noto'g'ri. Ya'ni agar bizda shu narsa bo'ladigan bo'lsa, vaqtinchalik o'zimizni o'ylagan maqsadimizga erishganimizdan keyin yana eski odatlarga qaytsak, bizda birdaniga vazn qaytadi, natijada bizning motivatsiyamiz tushib ketadi. Asabiylashish yuzaga keladi. Asabiylik bo'ldimi? Asabiylik tufayli bizda kortizol gormoni ko'payadi va yuqorida aytilgandek ko'proq narsa yegimiz keladi. Ishoning, juda ham tez yo'qotgan vazningiz yana o'zingizga qaytib oladi. Shuning uchun o'zingizni psixologik tomondan tayyorlab oling. Ozishlik jarayoni bu vaqtinchalik emas. Bu hayotingizni bir bo'lagi, hayotingizni bitta tarziga aylantirib olishingiz eng muhimi hisoblanadi. Azizlar, bugungi videomiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Sizlarni webinarimda kutib qolaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.